Choy ham qolmabdi. Mag'firat! Qo'y! Maqqa! Abay, dadajon. Onang qani? Ovqat qilyaptilar. Qo'y kitobingni bor suv olib chiq. Faqat kitob o'qiydi. Xo'p bo'ladi dadajon. Hozir. Hey. Mana dadajon. Voy dadasi, yaxshi dam oldingizmi? To'yni o'tganiga ham bir hafta bo'ldi. Nimasini aytasan? To'ydan keyin ham ulfatlarni keti uzilmayapti. Tokchada borini olib chiq deydi. Tokchada balo ham qolmadi. Shuni aytasizmi? Bir kunda sobirasiz. Ko'p gapirma. Xafa bo'lmang dadasi. Gapirsam ham sizni o'ylab gapiraman. Oiladan uzoqda nima ichib, nima yeb o'tiribdilar deb xavotir olaman. Bilaman. Tog'am menga qo'shar qilgan. Qaytarishim kerakmi? Shu bemahalda ham to'y qiladimi odam, ha? O'g'illar 30 ga kirgan. Qarz ham dang'illab ketdi xotin. Kechalari uxlolmay alahsirab chiqyapman. Voy boshim. So'rama. 20 million. Yo'q, endi qanday to'laysiz? Qanday to'laysiz? Ishlab to'layman. Deymanu, samolyot tugul, hatto poyezdda ketishga pul yo'q. Siz yaxshi ishlab kelasiz, lekin barcha pullaringizni ulfatlaringizga sarflaysiz-da. Bo'ldi. Senga shu gap bo'lsa-da, o'zi boshim og'rib turibdi. Bor, ovqating tayyor bo'lsa, olib kel. Uyda non yo'q. Bekzor, yig'ishtirib mutolaangni. Pulni olda non olib kel. Ertalab kitob o'qisa esda qoladi, dada. Ko'p gapirma, bor tez. Hayronman. 600 kishiga to'y qilishi nima keragi bor edi? 100-200 kishi yetardi. Biz xato qilibmiz-da, 600 kishiga to'y qilib. 20 million qarzga tushdim. Joni sog' bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Onajon, qarang, do'konga men izlagan kitob kelibdi. Mana. Voy, rostdanmi bola? Barakalla. Yana kitobmi? Xo'roz qichqirmasidan kitob o'qiydi bu bola. Maktab kutubxonasida birorta kitob qolmadi. Hammasini o'qib chiqdi. Xursand bo'lmaysizmi, dadajonisi? Bezorlik qilmasa bo'ldi-da. Voy o'zimni tilla bolajonim. O'qib olim bo'larmidi? Yo menga shahar olib berarmidi? Nasib bo'lsa olib beradi. O'g'limiz juda aqlli. O'zimni toychog'im. Bo'ldi. Non qani? Non? Nonga pul yetmadi. Pul yetmadi? Men senga non olib keldim, pul bergandim. Non qani? Voy, shoshmang dadasi. Dadajon, to'xta, kitob sotib olganimni sezmay qolibman. Bo'ldi, asabiylashmang dadasi. Bolajonim, jim tur. Voy, yashamagur. Men senga non olib kel desam, nega kitob ko'tarib kelding? Endi shu nonni yeysanmi? Senga shu kitobni o'qishni buyurgan o'qituvchining uyiga o'tishsin. Nech pulga olding kitobni? Ko'p qimmat emas, 20 mingga oldim. 20 ming? Voy, 20 mingga ham kitob olasanmi? Bo'ldi, asabiylashmang. Nonga deb bergan oxirgi pulimga kitob olibdi galvas. O'zi 20 millionga qarz bo'lib turibman. Seni to'yingni qilaman deb. Sen bo'lsang 20 mingga kitob olasanmi? 20 mingga? Sen galvasga qachon aql kiradi, ha? Bo'ldi. Qachon aql kiradi? Qoch. Shu kitob senga osh bilan non bo'larmidi? Qarzlardan qutulib olsak, olarding shu kitobingni. Bo'ldi, asabiylashmang. Qon bosimingiz ko'tariladi. Oy yuragim. O'lsam shu qarzlardan qutulamanmi? Dadasi, chuqur nafas oling. Mana, suv ichib oling. Voy bolajonim, nega yig'layapsan? O'g'il bola yig'lamaydi. Nima bo'ldi, gapirchi? Yo'q, onajon, yig'lamayapman. Katta kitob uchun shuncha gap eshitdim. Dadamga nimadir bo'lsa, men nima qilaman? Dadamni xafa qilmoqchi emas edim. Endi umuman kitob o'qimayman. Qo'limga kitob olmayman. Yo'q, bolajonim, kitob o'qimayman dema. Dadajon sendan xafa bo'lgani yo'q. Ular o'zlaridan xafa. Sababi ozgina qarzlari bor. Bolajonim, seni umuman aybing yo'q. Senga bir gap aytaymi? Kitob o'qishni tashlama. Qancha ko'p kitob o'qisang shuncha yaxshi. Televizorda eshitdim. Kim kitob o'qisa, prezidentimiz yosh kitobxonga mashina sovg'a qilar ekan. Nima? Rostdanmi? Ha bolajonim, o'zim eshitdim. Undan-chi onajon, juda ko'p kitob o'qiyman. Dadamga mashina sovg'a qilaman. Balki shunda meni kechirardilar. Nima deysiz, onajon? Ha bolajonim, to'g'ri qilasan. Barakalla. Nima deyapsizlar? O'g'limiz ko'p
ko'p kitob o'qi, sizga mashina olib berar ekan. Rahmat. Ayol oila bezagi, hayot bezagi deb bejizga aytilmas ekan.